kemada sayohat qilganmisiz? Agar javobingiz yo'q bo'lsa, albatta bu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki hozir Sakabritur bilan kemada sayohat qilamiz. Birinchi bo'lib portga kelganinglarda shunaqa kutib olishadi. Bizning bugungi kemamiz nomi Harem Maldiv. Nimaga aynan unaqaligini video davomida bilib olasizlar. Bu kema 5 ta yarusdan iborat. Birinchi yarusda restoran va kiyim almashtirish uchun joy, ikkinchi va uchinchi yaruslarda esa hordiq chiqarishingiz mumkin. Va bu kemani boshlovchisi shunaqa qiziqarli qilib olib borar ekan, hatto bizning hamkasblarimiz ham bu o'yinlarda ishtirok etishdi. Lekin bizning eng chiroyli lokatsiyamiz aynan mana shu sharshara edi. Bu sharsharani oldin videolarda ko'rardim, lekin buni go'zalligini ko'rib to'g'risi hayron qoldim. Men esa 5-yarusga chiqib oldim. Aynan o'sha Maldiv, bu yerda iskussioniy Maldiv qilingan, hatto o'sha siz orzu qilgan oqimlar ham bu yerda bor. Keyin esa pastga tushsam, hamma hamkasblarimiz shunaqa uxlab yotishganiga, to'g'risi ekskursiyamiz 4-5 soat davom etdi, ammo bir umrlik emotsiya bilan qaytdik. Siz bunaqa turni xarid qilgan bo'larmidingiz? Albatta javoblaringizni yozib qoldiring. Obuna bo'lish esdan chiqmasin.